Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Fanimiz kartografiya. Bugungi mavzumiz kartografiya ta'rifi va uning tarmoqlari. Kartografiya ta'rifi va uning tarmoqlari mavzusidagi ma'ruzaning texnologik xaritasi quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchisi o'quv mashg'ulotiga kirish, ikkinchisi asosiy qism, uchinchisi yakuniy bosqich hisoblanadi. Asosiy adabiyotlarimiz quyidagi adabiyotlar hisoblanadi. Reja. Birinchi rejamiz kartografiya tushunchasi va uning sohalarda qo'llanilishi. Ikkinchi rejamiz kartografiya fanining tarkibiy qismlari. Uchinchi rejamiz kartografiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar. Kartografiya tabiat va jamiyatdagi voqea va hodisalarning joylashishini va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni hamda ularning xususiyatlarini, vaqt o'tishi bilan o'zgarishini maxsus tasvir, obrazli belgi, modellar vositasida matematik yo'l bilan tekislikda kichraytirib, generalizatsiya qilib tasvirlashni va undan tadqiqot usuli sifatida foydalanishni o'rgatuvchi fan hisoblanadi. Kartografiya qadimiy fanlardan biri bo'lib, bu fan to'g'risidagi dastlabki ta'rif miloddan oldin 2 asr ilgari yashagan ulug' olim Ptolomey tomonidan berilgan desa bo'ladi. Chunki u geografiya fanining vazifasi yer yuzasini kartografik jihatdan tasvirlashdan iborat degan tushunchalarni berib o'tgan. Vaqt o'tishi bilan kartografiya fanining ta'rifi ham o'zgarib, takomillasha bordi va yaqin vaqtlargacha kartografiya geografik kartalar to'g'risidagi fan deb, uning asosiy vazifasi esa geografik kartalarni tuzish va undan foydalanish yo'llarini o'rgatishdan iborat deb kelingan. Karta o'zi nima? Karta atamasi o'rta asrlardan buyon qo'llanilib kelinmoqda. Bu atama lotincha chartes so'zdan olingan bo'lib, papirus qog'oz varag'i degan tushunchani bildiradi. Hozirgi vaqtda karta atamasi dunyoning turli davlatlari tillarida ishlatiladi. Misol uchun, fransuzcha karte, nemischa ham karte, italyancha va portugalcha esa karta, gollandcha kaart va hokazolar tushuniladi. Shu bilan birga bir qancha mamlakatlarda bu atama o'rniga boshqa atama, ya'ni mappa so'zi ishlatiladi. Bu so'z polotnoning bir bo'lagi degan ma'noni bildiradi. Masalan, inglizlar map deb ataydilar. Ba'zi mamlakatlarda esa ikkala atama ham qo'llanib boriladi. Misol uchun, inglizlar chart so'zini dengiz va aeronavigatsiya kartalarida ishlatsalar, ispanlar karta atamasini dengiz kartalarida qo'llaydilar. Ba'zi manbalarda karta yer yuzasining tekislikdagi kichraytirilgan tasviri deb ham yuritiladi. Ko'rib turgan kartangiz dunyo kartasi bo'lib, bu yerda yer osti plitalarining yo'nalishlar bo'yicha yurishi tasvirlangan. Kartografik tasvir geografik kartaning asosiy qismi bo'lib, tasvirlanayotgan hududning tabiiy va sotsial-iqtisodiy jihatlarini, voqea va hodisalarning geografik joylashish xususiyatlarini, ularning o'zaro bog'liqligini va hatto o'zgarishini bashorat qilish imkoniyatiga ham ega hisoblanadi. Karta okean va dengizda suzishda, havoda uchishda, turistik sayohatlarda va harbiy sohada asosiy yo'l ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Karta xalq xo'jaligini rejalashtirishda, geologik qidiruv ishlarida, qurilishlarni loyihalashda, mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarini to'g'ri taqsimlashda va hududlarni har taraflama rivojlantirishda foydalaniladigan asosiy manbalardan biridir. Kartografiya fani ko'pgina fanlar bilan, misol uchun geografiya, geodeziya, topografiya, matematika, geoinformatika, statistika fanlari bilan uzviy bog'langan hisoblanadi. Kartografiya bir necha mustaqil qismlarga bo'linadi. Ular kartashunoslik, kartometriya, matematik kartografiya, kartalarni tuzish va tahrir qilish, kartalarni nashr qilish, kartografik menejment
va geoinformatsion kartografiya. Kartashunoslik kartografiya fanining nazariy tomoni va uning bosib o'tgan tarixiy taraqqiyoti yo'li, kartalar va boshqa kartografik tasvirlarning tiplarini va xillarini, kartadan foydalanish usullarini, har xil kartografik asarlarni tahlil qilish usullaridan bahs etadi. Matematik kartografiya geografik kartalar tuzishda ishlatiladigan kartografik proyeksiyalarni, ya'ni yer ellipsoidini tekis yuzada tasvirlash usullarini o'rgatib boradi. Quyida ko'rayotgan tasviringizda kartografik proyeksiyalarning turlari bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun, birinchi ko'rib turgan tasviringiz bu silindrik proyeksiya, ya'ni silindr shakli orqali proyeksiyalash hisoblanadi. Ikkinchisi bu konusli proyeksiya, ya'ni konus shakli orqali proyeksiyalash hisoblanadi. Va uchinchisi azimutal yoki tekislik orqali olinadigan proyeksiya hisoblanadi. Kartometriya kartalarda maydon, masofa, hajmlarni hisoblash yo'llarini, relyefni o'rganish natijasida miqdor ko'rsatkichlar asosida sifat ko'rsatkichlarini ko'rsatib berish yo'llarini o'rgatadi. Kartalarni loyihalash va tahrir qilish kartografiyaning asosiy qismlaridan biri bo'lib, kartaning dastlabki nusxasini, ya'ni aslini tuzish va uni tahrir qilish usullarini tushuntirib boradi. Kartani nashr qilish sohasi asosan kartani nashrga tayyorlash va nashr qilish hamda uni yig'ib, kerak bo'lsa muqovalash ishlarigacha o'rgatib, tushuntirish ishlarini olib boradi. Kartografik menejment kartografiyada yangi soha bo'lib, kartografik korxonalarni tashkil qilish, karta ishlab chiqarishni rejalashtirish va tayyor mahsulotni egalariga yetkazib berish va sarf xarajatlarni hisob-kitob qilishning yangi usullarini qidirib topish yo'llarini o'rgatib boradi. Geoinformatsion kartografiya ham kartografiyada yangi sohalardan biri hisoblanib, kartadan informatsiya manbai sifatida foydalanish yo'llarini o'rgatadi va elektron kartalarni yaratish uchun foydalaniladi. Kartografiya fani rivojlanishida Eratosfen, Ptolomey va shular qatorida O'rta Osiyolik allomalar Al-Xorazmiy va Al-Beruniylarning xizmatlari kattadir. Dunyo kartografiya fani shakllanishida G'arbiy Yevropa olimlari Mercator, Sanson, Snelluslar va rus olimlari Krasovskiy va Izatovlarning xizmatlari ham katta hisoblanadi. Sobiq ittifoq davrida kartografiya bo'yicha yirik kartografik asarlar yaratilgan. Misol uchun bularga BSAM, ya'ni dunyoning katta sovet atlasi yoki FGAM, dunyoning tabiiy geografik atlasi, dunyo atlasi va sobiq respublikalarning kompleks atlaslari shularga misol bo'la oladi. Shu jumladan O'zbekistonning 2 tomli ilmiy ma'lumotnomali atlasi, Toshkent atlasi hamda O'zbekistonning o'quv atlaslari mavjud hisoblanadi. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.